Assalomu alaykum. Mening ismim Akbar Ahmedov. Men Erkin savdo majmuasi, Nazarbek temir savdo va Shahzoda Grant mehmonxonasi kiruvchi Bifalli Group kompaniyasining asoschisi va rahbariman. Asrlar davomida tadbirkorlik va biznes rivojlanib borgan, lekin biznesni yuritishning va tadbirkorlikning asosi va qiymati o'zgarmasdan qoladi. Bu degani biznes yuritishning o'zaro ishonchga asoslangan va uning qadr qiymati zamon o'tadi, asrlar o'tadi, o'zgarmay qoladi. 27-noyabr kuni ishonch muvaffaqiyatning asosi mavzusida Business Holistics 2025 konferensiyasi bo'lib o'tishi kutilmoqda. U yerda xalqaro toifadagi ekspertlar, mahalliy ekspertlar va mutaxassislar va xalqaro investor, mahalliy investorlar qatnashishi kutilmoqda. Siz ham keling, qatnashing va fikr almashing. Quyidagi havola bo'yicha batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Rahmat.